cheklarim. Bitta dramani tugatdik, ikkinchi drama Gogo Shapani operatsiyalar haqidagi shovqin-suronni hamma eshitdi, bildi. Doktor yomon, boshqa unaqa. Men doktor yonolmayman, doktor tanimayman. Lekin men qorin kesishga har doim qarshi bo'lganman. Chunki tana vazn katta qabul qila olmaydi. Buni fan isbotlab qo'ygan. Odam o'zini dardini biladi. Halima opam rahmatlini meni ustozim dedi, o'shanda tanidim bu Gogo Shapani. Halima opa o'rnak bo'lmadilarmi? Halima opani ko'rib turib, yana vesiz katta bor deysiz. Shu doktor reklama qilaman men shu klinikani deb og'zingiz bilan aytib turibsiz. Mana hozir qo'yib beraman. Endi infeksiya tushibdi. Xo'p, sigaret chakibsizlar, boshqa qilibsizlar, reklamalar olib yurdinglar operatsiya paytida Abbos xo'jalar bilan. Endi Abbos xo'ja kelmayapti deb xalq yozyapti. Abbos xo'ja buni eri emas, adasi emas, tog'asi emas, kelishga majbur emas, oilasi bor. Odamlarni eri tepasida turmayapti, 4 ta bola tug'ib bergan vaqti kelsa. Xalq ajoyibmi sizlar? Har bitta kasaldan keyin yotish kerak, nabludeniya degan narsa bor. Tana qalin, yog' qalin, bitishi qiyin. Endi eshitinglar. Odamlar o'tkazsin, men javobgar bo'lmayman. Sigaret chekkanlarimiz hammasini rasmini qo'yib qo'yaman. Siz, Abduqodir, Asliddin, Doston, mani xonamda ko'ngli men bilan birga parovoz. Parovoz bu chakib yotganmiz adavas o'z og'zingiz bilan. Infeksiya menga tushsinmi, sizga tushmay. Siz butun boshli taningizni kestirdingiz, mana shuncha qalin yog'i. Uni bitishi juda ham qiyin. Bu doktor eng zo'r doktor qilganda ham sizniki bitishi qiyin. Ayollar, asallarim, shakarlarim borib operatsiya qilishdan oldin tekinga qilaman, arzonga qilaman deb chaqirganda o'ylashinglar kerak men bitinglar bilan. Zal bor, ovqatlanish to'g'ri qilish bor, rejim degan narsa bor. O'shan bilan qilsam bo'ladi-ku deb o'ylashinglar kerak. Keyin o'sha kech bo'ladi, baqirib shallaqlik qilib, artistlar paydo bo'lib qoldi, doktor ustiga borib baqir-chaqir qilyapti. Biz O'zbekistonda yashayapmiz. Sizlardan yoshlar o'rnak oladi, ana yetadi deb qolganlar. Mana baqirsak, chaqirsak, mana shunaqa yulsak, pul undiramiz, yutar ekanmiz deb qolgan yosh avlodlar sizlardan o'rnak oladi. Nimalar qilyapsizlar? Qolgan doktorlarni yomonlab urmanglar. O'zbekiston mol doktorlari, hayvon doktorlari tashqaridan turib olib gapirishyapti. Mana videolar. O'zbeklarning qolgan doktorlar yomon emas. Bizani doktorlardagi apparatsiz sizga tashxis qo'yadigan doktorlar yo'q. Men amin bo'lganman. Qo'l qo'yganman. Bizani doktorlar juda ham zo'r doktorlar bor. Bor deb ketaveradi ular ham. Biza muhtojmiz doktorlarimizga. Har bitta vovillagan og'izga emas, o'zimizga e'tibor berishimiz kerak. Shu tig'i tegi yotishdan oldin o'ylashimiz kerak.